sukutda o'lgan hayot. Mening ismim Muslima. Hayotimning eng yorug' kunlari yaqinlashib kelayotgan edi. To'yimga bor yo'g'i 2 hafta qolgan edi. Sevgan insonim Islom bilan bolalikdan buyon bir-birimizni yaxshi ko'rardik. Hamma bizni to'yimizga havas qilardi. Ko'z oldimda faqat baxt bor edi, to o'sha kunga qadar. O'sha kuni men uyda yolg'iz edim. Onam bozorda, otam dalada. Pochcham onamni amakivachchasi mehmon bo'lib keldi. Men u kishi doim hurmat qilardim. Ota o'rnida deb bilardim. Qizim suv ber dedi. Men shoshmasdan choy damladim. U meni uy ichida chaqirdi va u yerda mening or-nomusim, diyonatim, insonligim toptaldi. Men qarshilik qildim, ko'z yoshimga ham qaramadi. Men uni yerga urib, kuchim bilan zo'rlandi. Tanam qichqirdi, qalbim tilma-til bo'ldi. U ketdi. Qoldim men, singan va titrayotgan. U ketar chog'ida ko'zimga qaradi va dedi: "Agar birovga gapirsang, seni ham, oilangni ham yo'qsan, o'ldiraman." Shu gaplar qulog'imga qayta-qayta yangrardi. Har kecha uyqusiz tunda, har sahar uyquda qo'rquv ichidagi bosim va odamlarga ishonchsizlik meni bitta so'z aytolmas darajaga olib keldi. Bir hafta o'tdi. Undan keyin hayotim tiriklik emasdi. Hamma gap so'z qila boshladi. Menga teng qizlar o'zini shubhali tutyapti, derdi. Onam: "Nima bo'ldi? Nega bunchalar o'zgargan qolding?" Men esa hech narsa demadim. Oxiri barchasini aytdim, ammo onam menga ishonmadi. "Pochchangni yaxshi odam, balki sen o'zing", dedi. Otam ovoza qildi. "Sharmanda qilding", dedi. "Sevgan yigitim Islom esa endi senga qanday ishonaman", dedi. Barcha meni aybli qildi. Men zo'ravon emas, gunohkor edim, deb ko'rindim. Hayotimning o'zgarishi uchun borgan joyim ichki ishlar edi. U yerda isbotning bormi? Guvohlarchi? Faqat so'z bilan ayblab bo'lmaydi. Menda adolat bermadilar. Mening himoya qilmadilar. Vaqt o'tardi. U esa hanuz yurar edi. Qishloqda odamlar orasida menga yaqin, qo'rquv meni kunlik soyamga aylandi. Men endi tiriklikda umidim uzgan edim. Men endi bashara deb qaralgan, buzilgan deb atalgan qiz edim. Kimga ishonishim mumkin? Oila yuz o'girdi, jamiyat ta'ma urdi, huquq himoya qilmadi. Bir kecha yozilmagan noma qoldirib men osildim. Yo'q, men o'lmadim, men o'ldirishdi. Sukut bilan, ishonmaslik bilan, ta'ma va tahdid bilan. Men o'ldirgan zo'ravon emas, menga sukut qilinganlar edi. Muslima endi yo'q, lekin u kabi minglab qizlar hali tirik va sukutda yashayapti. Ular uchun gapiring, zo'ravonning emas, jabrdiydaning tinglang. Siz sukut qilgan har kuningiz yana bir muslimani o'ldiradi.